buyuk Fransiyalik Napoleonni yoshligida uyg'otayotganda erkalab uyg'otishar ekan. Qarang, janob turing, sizni buyuk ishlar kutyapti deb uyg'otar ekan. Janob yosh chaqaloqni, yosh bolani janob deb uyg'otishar ekan. Har kuni shirin so'zlar bilan uyg'otishar ekan. Janob turing, sizni buyuk ishlar kutyapti desa, haligi yosh bola ham turib, mana buyuk ishlar kutyapti ekan deb buyuk ishlarga o'zini tayyorlab, qarang, o'ziga singdirib borgan ekan. Shuning uchun ham buyuk inson bo'lgan. Qanaqa jangchi bo'lgan bilmadim-u, lekin tarixda nomi qolganligi uchun Napoleon desa, bundan 1000 yildan keyin ham bilishadi, tarixda qolib ketgan odam. O'sha darajaga yetib borgani bu yoshligidan tarbiyasi shunday bo'lgan ekan. Buyuk turing, janob, sizni buyuk ishlar kutyapti deb uyg'otishar ekan. Qarang, bolani qanday erkalab uyg'otish mumkin ekan. Biz o'zbeklardachi? Biz o'zbeklarda tur padaringga la'nat. Hali ham yotibsanmi? Soat 10 bo'ldi. Hamma tashqarida yuribdi bolalar, yotishini qara uxlab. Mol ichkarida och qolib yotibdi. Enasi uyg'otsang bo'lmaydimi, yotishini qara erkalanib. Sen odam bo'lmaysan sen. Sen molsan sen. Eshakka o'xshab yotishini qara. Tursang bo'lmaydimi? Qarang, bolani mana shunday uyg'otsangiz, u bola kim bo'ladi keyin katta bo'lsa? Yotishi eshakka o'xsharmish. O'zi molga o'xsharmish. Padaringga la'natni uyg'otsangiz, u bola o'rnidan turadi, nasrini yo'q, choy ham ichmaydi, ovqat ham yemaydi, ishida so'kinib, molni yetalab dalaga chiqib ketadi, yo bir ishga ketadi-da, men hech kim bo'lmasa ekan, mendan hech kim chiqmas ekan deb yuraveradi o'sha bola. Oxirida haqiqatan ham hech narsa bo'lmaydi shu bola. Ko'pchilik men so'kishni eshitgan. Biz o'zbeklarda bor shu odat. Bolani erkalash kerak ekan. Bizni bolalarimiz nega bunday deymiz, lekin aqllilar ham juda ham ko'p. Lekin ba'zan o'zimiz ham sababchi bo'lib qolamiz. Mana masalan, yoshligida bolalarni ona sutiga to'ydirmasdan mol suti bilan katta qilamiz. Mol nima o'zining suti bor, lekin o'shini 15 minut o'tirishga vaqti yo'q. Ana ishni qilish kerak, mana ishni qilish kerak. Bo'ldi. Otvoradi, ketdi ish bilan. Hali bola deb yoqqa boradi, bu yoqqa keladi. Opasi deb, ana butilkada paqirda sutdan butilka solib bergan shunga ichib o'tirsin. Ish qilgani qo'ymayapti. Hozir otang kelsa meni urushadi deydi. Hali bola katta butilka sut berib qoladi, emib o'tiradi maza qilib sut ichib. Ha, mol sutdan nimani xarakteri? Molni xarakteri o'tadi-da. Mol suzong'ich bo'lsa suzaman deydi, keyin katta bo'lsa tepong'ich bo'lsa tepaman deydi. Ha, insondan insoniylik, odamiylik, mehr o'tadi, bir nur o'tar ekan. Inson suti bilan katta bo'lgan chaqaloqlar umuman kasal bo'lmas ekan, immuniteti kuchayar ekan. Ha, mol sutidan nima o'tadi? Molni xarakteri o'tadi. Keyin insonni katta bo'lganiga insonning aqlini talab qilamiz. O'sha mol suti bilan katta bo'lgan bolada. Albatta talabga javob bermaydi. Mana shu tomonlar bor, lekin bizning bolalarimiz aqllik. Juda ham aqllik baribir ham. Bola bo'lsa hech yo'q bo'ldi. Bir bolacha oyog'ini tagiga 5 ta g'ishtni qo'yib olib, g'ishtni ustiga chiqib olib, eshikni qo'ng'irog'ini knopkasiga qo'lini cho'zarmish. Hech qo'li yetmasmish, sakrasam yetmasmish. Bir rahmi kelgan odam ko'rib qol, "Ha, jiyan, qo'li yetmayaptimi? Shu knopkani bosib beraymi?" desa, "Ha, tog'a bosib bering" debdi. "Necha marta bosaman?" desa, "5 marta" debdi. Erinmagan sortni qarang, zing 5 marta bosib, "Ana, endi nima qilamiz, jiyan" desa, "Endi qochamiz tog'a" dermish. Birovni uyi ekan bu. Bizni bolalarimiz haqiqatan ham shu. Lekin bolani ko'paytirishga biz juda ustamiz. Bolalar hamma yo'q bolalar bizda. Uni qanaqa katta qilaman buni? Bunga tarbiya berishim kerak, vaqtim yo'q demaydi. Bolalar nima deydi? Birinchisi emaylamasa 200 tug'iladi, ikkinchisi yurmasdan 300 tug'iladi, to'rtinchisi gapirmasa 500 tug'iladi, oltinchisi gapirsa 700 tug'iladi. Ota-onaning vaqti yo'q, hammasi ish bilan ovora, hali bolachalar bir-birini sudrab katta qiladi. Hali yangi tug'ilgani o'tiribdi, opto'daydi, qo'lda qovuni po'chag'i. Pashsha talab arilar kelgan qol qovunga. U ari ham bolaga rahmi kelganda cho'qmayapti bolani. Onaning rahmi yo'q, arining rahmi kelyapti. Arilar qo'niga qo'nib, og'ayni o'ynayapti u bola bilan. Lekin cho'qmayapti, qarang, aqlli-da. Onasi yuribdi, opto'da qolib ketgan. Mana zo'rg'a yuradigani hali ukasining oldiga kelyapti. Kelib o'shani yoqqasini shu tortadi buni. Soyaga qarab, opto'da qolib ketdi bu. Soyaga olib kimni tashlaydi-da, bashasiga tarshdi bir uradi. Indamay ketaveradi. Unisini ko'targan, bunisini sudragan, qarang, ashuna katta qilishadi. Onaning vaqti yo'q. O'tirgan bo'lsa ham umuman mehr qolmagan. Mehr ko'p bolali bo'lgandan keyin bolalarga bo'linib ketar ekanda.
Bu yerda bittasi paqirda suvni o'ynayapti. Bittasi eshakqa minib ketyapti. Bittasi yig'lagan, bittasi baqirgan, bittasi chaqirgan. Ukaga qarasang bo'lmaydimi? O'tirishini qarab, tur o'rnidan, uni qarab, ketdi. Buni qaraman. Bittasi tizzasida uxlab, bittasi tizzasida uxlab qolgan. Bittasi orqasiga olib uxlab qolgan. O'zi bemalol yurakni keng qilib, sovuqqonlik bilan ip yigirib o'tiribdi. Jun yigiryapti. Gilam to'qish kerak. Haligi zo'rg'a yuradigan bolacha qizib turgan pechkaga qarab boryapti. Pechkani ushayman deb. Bu ko'rib turibdi o'shani, jon achishmaydi. Borma, kuyasan. Hay kuyasan. Borma, kuyasan. Ana kuydi. Qarab ham qo'ymaydi. Qo'ling yopishib qoldimi? Hech narsa emas. Hozir opang kelsa aytaman, qo'lingni bu yoqqa yulib oladi keyin. Yaxshi bo'ladi. Nechi? Qatiqdan suv topganmiz, yaxshi bo'lib ketasan. Qarab ham qo'ymaydi. Bu bolalar bir-birini sudrab katta bo'lishadi. Shuning uchun ham bo'lsa kerak, mehnat degan narsadan qo'rqmaydi. O'zbekning bolasi tug'ilganda mehnatning o'rtasida tug'iladi. Ishoninglar. Gapirishni bilmaydi, yurishni biladi xolos. Ota-onasidan so'rasang bilmaydi, otini so'rasang bilmaydi. Qo'lda cho'p, qo'y haydashni biladi. Otang nimasing? deydi. Otangning oti kimsa? Qo'y o'zingni kim etsang? Vobshe gapira olmaydi. Lekin qo'y boqishni biladi. Bo'pti, xayrsiz. Qarang, otini bilmaydi, qo'yni boqishni biladi. Ota-onasini tanimaydi, qo'yni taniydi. Bizning bolalarimiz shunaqangi yoshligidan mehnatga mos tug'ilgan. O'shuning uchun ham hech qachon mehnat bilan ularni qochirib bo'lmaydi.